Assalomu alaykum, hurmatli Petrachim Agro kuzatuvchilarimiz. Biz 23-may 26-yil Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi Arnasoy mo'jizasi fermer xo'jaligi rahbari Baxtiyor akamiz. Hormay Baxtiyor aka. Sog'lik izlashib charchama. Mana bizni Petrachim Agro nimamizni Jizzax filiali menejerimiz Fazliddin. Xullas, mana hurmatli fermerlarimiz, biz Xitoy paxtalarini aytamizki, doim o'qildizdan iborat emas. Bu popigildiz deymiz. Mana Baxtiyor akam o'zlari agronom bo'lganlari uchun mana shu paxta navimiz 57 ta Baxtiyor aka. Xitoy 57 navimiz. Mana paxtani hozir biz qazadik beydan oldida. Mana 5 litrli idishda bir 5 marta suv quyganimizda tag'in ham yana biz erindik. Mana ildizlarni ko'ringlar. Bu o't bosgan maydon emas. Mana shu ko'rib turgan ildizlar hammasi paxtaning ildizlari. Bunda bu videoni qilishdan murod kultivatsiya qilganimizda har qancha tomir qirqilish hisobiga mana bu paxta tomirini yamash bilan o'zini mashg'ul bo'ladi, ko'ragini boqmay qoladi. Shuning uchun Xitoy navlariga sizlardan iltimos qilamiz. Kultivatsiyani iloji boricha olib qochib, markazdan chuqurlatgich o'tkazib va nihoyat 2 marta oziqlantirish beramiz. Baxtiyor aka, 2 ga bo'lib 2 marta oziqlantirish beramiz. Shu bilan agrotexnikani temasini yopamiz. Kaliga bo'lgan talabi juda ham yuqori. Shu joyga birinchi ishlov bilan biz bega Fazliddin ekolog preparatini gektariga 1,5 litrdan Turkiyaning ekolog firmasi ekolog preparati biz rivojlantiruvchisi. Keyin azot S plusdan gektariga 2 kg sepilgan. Ikkinchi ishlovimiz ekolog birinchi berganimizga 20 kundan oshdi. Ikkinchi ishlovimizga 1 haftalar bo'lgan. Ekologiklar firmasini 320 ekogel ishlatilgan, 1 gektarga 1 kilodan. 1 kilodan. Keyin magniy nitrat berilgan, hektariga 1 kilodan. Mikroelementlarga bo'lgan talabini qondirish uchun ekokombi mixdan hektariga 1,5 kilo sepilgan. 1,5 kilo bo'lgan, Baxtiyor aka, shu to'g'ri. Amino. Ikki amino stressdan chiqarish uchun. Chiqarish uchun. Xullas, mana hurmatli fermerlarimiz, mana g'o'zalarning ildizi, mana g'o'zani o'zini holati, mana g'o'zalarimiz rivojlanishi, xudo xolasa hammasi bir stolli paxtalar. Bu ochiq maydon chislos qachon ekilgan edi? 1-aprel kunga ekilgan paxtamiz. Xudo xolasa yomon emas paxtalarimiz. Mana mavsum davomida Baxtiyor aka bilan o'tgan yil ham birga ishlaganmiz, bu yil ham ishlaymiz. Yana natijasini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa.